Otasi bilan hech kim ham bolalar tushunadi. Chunki ota uyda ish qilayotganda просто o'tirish bu hayot uchun xavfli. Turishinglar kerak oldi. Nimadir qilib qo'lini urib oladi. Sekirani nafas ol deb beradi eng kamida. Sizlar aybdor bo'lasizlar. Eng opasniy joyi bu. Anaqani topib chiqin deydi. Anaqa nima o'zi deb so'raolmaysizlar, chunki so'rasangiz "Sen odamning gapidan xato topyapsan" deb. Katta o'polding. Bo'lmay, qadaligini ham aytmaydi, ko'zi ko'rsatgan taraf 2 marta qo'shni uyga kirib ketib qolganman, anaqalar berib turiladi. Qo'shnilarim ham tushungan odam. Men ham yoshligimda chiqqanman sizlarga. Reisga ham ish qilyapgan, ha. Anaqani topaman, peshinga chiqaramsiz deb. Aytib kiraman, ota anaqani topolmadim desam, hozir men kirib topaman, nima qilaman deydi. Ha, конечно siz topasiz, u siz bilasiz nimaligini. Shuni kiradi, birinchi turgan narsa anaqa bo'ladi. Bunday qarab turib, sen qaramagansan-da deydi. Ko'zing ko'r seni o'zi deb turib, ashindan ham so'kish eshitib otasi bilan rostdan mana shu jiza bor. Yo, meni dadam aytardilar. Bir nimani, atverkani olib kelinglar, hayotda topolmasdim. Hayotda yo'q. Nikak. No, dadam borib topib kelardi. Juda ko'p bo'lganman. Bilmayman, kaktak borib. Mana shu joy qaragansiz hamda borib, ne qilay, ochib qaragansiz yo'q. Bilmayman, ana cho'ntaklari bo'ladimi yoki? Borib kelib turibsizlar. Adergan olib kel deydi. Bir tortma aderga turgan bo'ladi, ko'rganmisiz? Siz borganingizda yo'q deb, dadangizga ochsa bir tortma.